Mana xudo xolasa oktyabr bozorda yig'ishtirib ketyapmiz. O'zlarining eng zo'r shogirdi Salohiddin yig'ishtirib qaytadi xudo xolasa. Buni birinchi filial 62-magazin. Xudo xolasa ikkinchi filialda ham yig'ishtiryapmiz mana. Bilet narsalari, kiylari, xudo xolasa vitaminlar, materiallar deydi. Bu 63-do'konimiz. Bu birinchi filial rasm bo'lsa, shuning yonida ikkinchi filialimiz bor. Arada bitta do'koncha qolib ketyapti. Qanday? Qolgandir. Dangaslar o'tiribdi mana. Shom bo'ldi-da. Mana 3-filial keldi, xudo xolasa bekitishga mana. Mahamoza so'rabdi.